bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, busi yoki bobosi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pensiyaga tegishli yangi cheklovlar, tekshiruvlar va talablar haqida ketmoqda. Ko'pchilik buni pensiyani kesib tashlashadi. Kartani yopib qo'yishadi. Ishlayotgan pensionerga pul bermay qo'yishadi deb noto'g'ri tushunyapti. Men sizga aynan nima o'zgargani? Kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligi, hujjatlar bo'yicha qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki birgina e'tiborsizlik bir necha oy pensiyasiz qolishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda pensionerlar uchun eng zarur amaliy maslahatlarni berib boraman. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyasini oyma-oy bank kartasidan yoki naqd shaklda olib kelardi. Agar odam pensiyaga chiqqan bo'lsa, odatda uning hujjatlari bir marta tekshirilgan, staji hisoblangan, pensiya miqdori belgilangan va keyin jarayon deyarli avtomatik davom etgan. Albatta ayrim hollarda qayta hisoblash, ustama, ish staji qo'shish yoki nogironlik guruhini tasdiqlash kabi holatlar bo'lgan. Lekin ko'pchilik uchun asosiy qoida oddiy edi. Pensiya tayinlandi, har oy keladi. Endi esa tizim ancha tartibga solinyapti. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Bank kartalari, yashash manzili, chet elga chiqish, ishlash holati, qo'shimcha daromad, nogironlik hujjatlari, qarindosh orqali pensiya olish kabi masalalar ko'proq tekshirilmoqda. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Bu hamma pensionerning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Asosiy maqsad pensiya haqiqatda unga huquqi bor odamga to'lanishini nazorat qilish, noto'g'ri tayinlangan, ortiqcha yozilgan yoki hujjati yangilanmagan holatlarni aniqlashdir. Lekin hayotda muammo shundan chiqadi. Qonuniy nazorat oddiy odam uchun tushunarsiz bo'lsa, vahima paydo bo'ladi. Masalan, pensioner bank kartasini 3 oy ishlatmasa, pensiyam bekor bo'ldimi deb o'ylaydi. Yoki odam chet elga farzandinikiga ketib, 6 oy qaytmasa, pensiya yig'ilib turadimi yoki to'xtaydimi degan savol tug'iladi. Yoki ishlayotgan pensioner endi ishlasam pensiyam kamayadimi deb xavotir qiladi. Bugun men shu savollarning har birini tartib bilan ochib beraman. Birinchi muhim yo'nalish shaxsni va yashash holatini aniqlashtirishdir. Pensiya tizimi uchun eng muhim narsa pensionerning tirikligi, shaxsiy ma'lumotlari to'g'riligi va pensiyani aynan o'zi olayotganidir. Avvallari ayrim joylarda qarindoshlar ishonchnoma bilan yoki karta orqali pensiyani olib yurardi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilmasa muammo chiqadi. Endi bunday holatlarda tizim ko'proq savol beradi. Pensioner qayerda yashayapti? Pasport yoki ID karta ma'lumoti yangilanganmi? Bank kartasi kimning qo'lida? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Ikkinchi yo'nalish bank kartalari va to'lov harakati. Pensiya kartaga tushgani bilan agar karta uzoq vaqt ishlatilmasa, bank yoki tegishli organlar bu holatni tekshirishi mumkin. Bu darhol pensiya olib qo'yiladi degani emas. Lekin tizim nima uchun pensioner mablag'dan foydalanmayapti degan savolni ko'tarishi mumkin. Masalan, odam kasalxonada bo'lishi mumkin. Qishloqda yashab, kartani ishlatmasligi mumkin, farzandi olib berayotgan bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatlarda pensioner yoki uning qonuniy vakili holatni tasdiqlab berish kerak bo'ladi. Uchinchi yo'nalish chet elda uzoq muddat bo'lish. Ko'p pensionerlar farzandlarining yoniga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarga boradi. Bunda eng ko'p uchraydigan savol: agar men chet elda bo'lsam, pensiyam to'xtaydimi? Men buni oddiy tushuntiraman. Har bir holatda muddat, yashash maqomi, ro'yxat hujjatlar va pensiya turi ahamiyatga ega. Agar odam qisqa muddat mehmonga borsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin uzoq muddat xorijda yashash, boshqa davlatdan ijtimoiy to'lov olish, yashash joyini o'zgartirish kabi holatlar pensiya organlariga xabar berilishi kerak bo'lgan masalalardir. Xabar bermaslik keyinchalik ortiqcha to'lov deb topilib, qaytarish talabi qo'yilishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi yo'nalish ishlayotgan pensionerlar. Juda ko'p odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir ustachilik qiladi, kimdir maktabda, shifoxonada, bozorda yoki xususiy korxonada mehnat qiladi. Bu avtomatik ravishda taqiq emas. Lekin ish rasmiy bo'lsa, daromad solig'i, mehnat shartnomasi va boshqa ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Ayrim turdagi ustamalar, imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar aynan ishlamaslik, parvarishga muhtojlik
yoki ijtimoiy holatga bog'liq bo'lsa, ishlash holati ularni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiy yoshga doir pensiya bilan alohida ustama va yordam pullarini aralashtirib yubormaslik kerak. 5-yo'nalish. Nogironlik pensiyasi va tibbiy hujjatlar. Nogironlik bo'yicha pensiya olayotganlar uchun eng nozik masala tibbiy ko'rik va guruhning amal qilish muddati. Agar guruh muddati belgilangan bo'lsa, holat boshqacha. Agar muddatli bo'lsa, belgilangan vaqtda qayta ko'rikdan o'tish zarur. Odam men kasalman, hamma biladi deb o'ylashi mumkin, lekin tizim hujjat bilan ishlaydi. Agar hujjat muddati tugasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya oladiganlar sanalarni alohida kuzatib borish kerak. Men birinchi navbatda hujjatlari eskirgan pensionerlarga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya bo'limidagi ma'lumot yangilanmagan yoki familiya, yashash manzili, telefon raqami. Bank rekvizitlari o'zgargan. Bunday mayda ko'ringan narsalar to'lovda uzilish keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa ID karta olgan. Lekin eski pasport ma'lumotlari bilan pensiya olayotgan odamlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yganlari yaxshi. Ikkinchi guruh pensiyasini o'zi emas, farzandi yoki boshqa qarindoshi olib berayotganlar. Men bunday oilalarni ayblamayman. Chunki ko'p pensionerlar yura olmaydi. Bankka borishi qiyin. Telefon ilovalaridan foydalana olmaydi. Lekin qonuniy tomoni to'g'ri bo'lishi shart. Agar karta boshqa odamda bo'lsa, PIN kodni bilsa, pensiyani yechib bersa, bu oilada ishonch bo'lgani bilan tekshiruv vaqtida savol tug'ilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l zarur bo'lsa ishonchnomani rasmiylashtirish, pensionerning roziligini hujjat bilan tasdiqlash va pul haqiqatan ham pensioner ehtiyojiga sarflanayotganini ko'rsatib bera olishdir. 3-guruh uzoq vaqt chet elda yurganlar. Masalan, 18 yoshli ona o'g'lining yoniga Turkiyaga ketdi va 8 oy qaytmadi. Pensiya kartaga tushib turdi. Kartani esa qizi O'zbekistonda ishlatib turdi. Agar keyin tizim bu holatni tekshirsa, savollar paydo bo'ladi. Pensioner qayerda yashagan? Doimiy yashash uchun ketganmi? Boshqa davlatdan to'lov olganmi? Pensiyani olish huquqi saqlanganmi? Men bunday vaziyatda oldindan maslahat olishni, mahalliy pensiya organiga holatni tushuntirishni va hujjatlarni tartibga keltirishni tavsiya qilaman. 4-guruh qo'shimcha ustama yoki ijtimoiy yordam olayotgan pensionerlar. Masalan, yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha yordam oladi, lekin aslida farzandlari bilan birga yashaydi. Yoki parvarishga muhtoj deb ko'rsatilgan, lekin rasmiy holat o'zgargan. Bunday to'lovlar juda ehtiyotkorlik bilan tekshiriladi. Chunki ular odatda aniq ijtimoiy mezonlarga bog'liq. Agar sharoit o'zgarsa, bu haqda xabar berish kerak. Aks holda ortiqcha to'langan summa keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, kartadan o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz va yashash holatingizda yashirilgan o'zgarish bo'lmasa, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Men buni alohida ta'kidlayman. Yangi nazorat oddiy, halol pensionerni jazolash uchun emas, balki tizimni tartibga keltirish uchun kerak. Masalan, 63 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi. Shu bilan birga mahallada kichik ish qilib, rasmiy yoki norasmiy daromad topadi. Agar u faqat asosiy yoshga doir pensiyani olayotgan bo'lsa va hech qanday shartli ijtimoiy yordamga da'vo qilmayotgan bo'lsa, ishlashi pensiyaning avtomatik bekor bo'lishiga sabab bo'lmaydi. Lekin rasmiy ish staji qo'shilishi, qayta hisoblash masalasi yoki soliq ma'lumotlari bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlasam pensiyamni olib qo'yadi degan gapni hamma holatga bir xil qo'llash noto'g'ri. Yana bir misol. 2000 yoshli ayol kartadan har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U naqd pul ishlatishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'g'li uni bankomatdan yechib beradi. Agar ayolning o'zi rozilik bildirgan, pul uning oziq-ovqati, dori-darmoni, kommunal to'lovlar uchun sarflanayotgan bo'lsa, bu oilaviy yordam sifatida tushunarli. Lekin karta butunlay o'g'lining qo'lida bo'lib, ona pul miqdorini ham bilmasa, bu xavfli. Chunki tekshiruvda pensioner o'z pensiyasi haqida xabarsiz ekani aniqlansa, muammo nafaqat to'lov, balki huquqiy masalaga ham aylanishi mumkin. Birinchi misol hujjat muddati bilan bog'liq. Bir pensioner nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning tibbiy ko'rik muddati 1 yilda tugaydi. U esa meni yana chaqirishadi deb kutadi.
Lekin hech kim qo'ng'iroq qilmaydi. Iyul oyida pensiya kechikadi. Odam bankka boradi. Bank tushum bo'lmagan deydi. Pensiya organiga borsa, hujjat muddati tugagani aytiladi. Natijada u qayta ko'rik, ariza tibbiy xulosa bilan yuradi va pulni olish kechikadi. Agar u may oyidayoq sanani tekshirganida, bu uzilish bo'lmasdi. Ikkinchi misol chet elga ketish. Oltin yoshli ota Qozog'istondagi qizning yoniga boradi. Avval 2 oyga ketaman deydi, keyin sog'ligi sababli 1 yil qolib ketadi. Pensiya kartaga tushadi. O'zbekistondagi nevarasi pulni yechib, kommunal to'lovlarga va uy xarajatlariga ishlatadi. Keyin tekshiruvda otaning uzoq vaqt mamlakatda bo'lmagani aniqlanadi. Bu vaziyatda hammasi avtomatik jinoyat degani emas, lekin hujjatli tushuntirish talab qilinadi. Agar doimiy yashash maqomi, konsullik ro'yxati yoki boshqa ijtimoiy to'lov masalasi bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi misol, yolg'iz pensioner maqomi. Ayol yolg'iz yashovchi pensioner sifatida qo'shimcha yordam olgan. Keyin o'g'li oilasi bilan uning uyiga ko'chib kelgan. Ayol bu mening farzandim. Baribir men pensionerman deb o'ylaydi va hech qayerga xabar bermaydi. Lekin qo'shimcha yordamning sharti aynan yolg'iz yashash bo'lsa, bu shart o'zgargan hisoblanadi. Keyin tekshiruv kelganda ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy to'lovlarda sharoit o'zgarsa, albatta xabar berish kerak. 4-misol, bank kartasi faol emas. Lekin 2 yoshli pensioner qishloqda yashaydi. Bankomat uzoq. U pensiyani 3 oyda bir marta yechadi. Kartada pul yig'ilib turadi. Bunday holatda tizim kartadan foydalanilmaganini ko'rib tekshiruv boshlashi mumkin. Agar pensioner tirik, yashash joyida, hammasi joyida bo'lsa, masala hal bo'ladi. Lekin tekshiruvga javob bermasa, telefon ko'tarmasa, manzil noto'g'ri bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Demak, aloqa ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi juda muhim. Endi men eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan nozik nuqtalarni aytaman. Birinchisi, pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa. Parvarish puli, ustama va moddiy yordamning shartlari har xil bo'lishi mumkin. Odamlar esa bularning hammasini pensiya deb ataydi. Natijada bir qo'yda hammaga tegishli deb o'ylashadi. Men doimo tavsiya qilaman. Qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniq bilib oling. Hujjatda nomi qanday yozilganini tekshiring. Ikkinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Agar tizim xato qilib yoki siz vaqtida xabar bermaganingiz sababli ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, odam biror ustamaga huquqini yo'qotgan. Lekin 6 oy davomida pul tushgan. Keyin men bilmaganman deyish har doim ham yordam bermaydi. Chunki ko'p hollarda fuqaro o'z holatidagi o'zgarish haqida xabar berish kerak. Shuning uchun pul tushyapti-ku. Demak, hammasi joyida deb beparvo bo'lmang. 3-nozik masala ishonchnoma. Ishonchnoma muddatsiz bo'lmaydi yoki har qanday holatga avtomatik mos kelmaydi. Unda kimga qaysi amal uchun, qancha muddatga vakolat berilgani yoziladi. Agar ishonchnoma faqat bankdan pul olish uchun berilgan bo'lsa, boshqa hujjatlarni topshirish yoki ariza yozish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli yura olmaydigan pensionerlar uchun notarius orqali to'g'ri va aniq vakolat rasmiylashtirish kerak. 4-nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit, aliment, sud qarori yoki kommunal qarz sababli pensiyadan ushlab qolinyapti deb shikoyat qiladi. Bu yangi cheklov bilan aralashib ketmasligi kerak. Agar sud ijrochilari qarori bo'lsa, bank kartasidagi mablag'ga cheklov qo'yilishi yoki ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Bunday holatda pensiya organi emas, qaror chiqargan organ bank va ijro hujjati bilan ishlash kerak bo'ladi. 5-nozik masala firibgarlik. Yangi cheklovlar haqida xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtamasligi uchun kodni ayting. Kartangizni yangilab beramiz, hujjatni tezlashtiramiz deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod, karta raqami, PIN kod, mobil bank parolini bermang. Davlat organi yoki bank xodimasidan maxfiy kodni so'ramaydi. Agar kimdir qo'rqitib tezda pul o'tkazing desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Endi nima qilish kerak? Men pensionerlarga va ularning farzandlariga aniq tartibni tavsiya qilaman. Avvalo, hujjatlaringizni tekshirib chiqing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma bo'lsa uning muddati bitta joyda tartibli saqlansin. Hujjatlarni rasmga olib,
farzandingizga yuborib qo'yish ham foydali. Lekin asl nusxalarini yo'qotmang. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Agar qo'shimcha ustama bo'lsa, u nimaga berilgan? Yolg'iz yashaganingiz uchunmi? Parvarishga muhtojlik uchunmi? Mehnat staji uchunmi yoki boshqa asos bilanmi? Shartni bilmasangiz, shart buzilganini ham bilmay qolasiz. Uchinchi qadam, ma'lumotlaringizni yangilang. Agar pasport almashgan bo'lsangiz, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlarni tegishli organlarda tekshirtiring. Mahallangiz, bank filiali yoki pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limga borib, mening ma'lumotlarim tizimda to'g'rimi deb so'rashdan uyalmang. Bu bir kun vaqt olishi mumkin, lekin keyinchalik bir necha oy muammodan saqlaydi. 4-qadam, chet elga uzoq muddat ketishdan oldin maslahat oling. Men ayniqsa farzandlari chet elda bo'lgan pensionerlarga shuni aytaman. Chipta olishdan oldin pensiya bo'yicha holatingizni aniqlang. Qancha muddatga ketayotganingiz, doimiy yashashga ketayotganingiz yoki vaqtincha mehmon bo'lib borayotganingiz, kartadan kim foydalanishi, kerak bo'lsa ishonchnoma qanday tuzilishi haqida oldindan o'ylang. Keyin qaytib kelganda tushuntirish berib yurishdan ko'ra oldindan tartibga solish osonroq. 5-qadam, kartani nazoratsiz bermang. Agar farzandingiz sizga yordam bersa, bu yaxshi. Lekin pensiya miqdorini o'zingiz biling. Har oy qancha tushganini tekshiring. Pul nimaga sarflanayotganini nazorat qiling. Agar mobil ilova ishlata olmasangiz, bankdan SMS xabarnoma ulating yoki ishonchli farzandingiz bilan birga har oy tekshiring. Pensiya bu sizning shaxsiy huquqingiz. Uni hech kim sizdan yashirin boshqarishi mumkin emas. 6-qadam, ariza yozishda aniq bo'ling. Agar pensiya to'xtab qolsa yoki kamayganini sezsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tegishli organga yozma ariza bering. Arizda ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yoki pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, manzilingiz va muammo mazmunini yozing. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oldiring. 7-qadam, javobni kuting va hujjat talab qilinsa kechiktirmang. Ko'p odamlar bir marta borib, navbat uzun bo'lsa qaytib ketadi. Keyin muammo cho'ziladi. Agar sizdan tibbiy xulosa, yashash joyi haqida ma'lumot, bank rekviziti, ishonchnoma yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'ralsa, imkon qadar tez topshiring. Har bir kechikkan kun keyingi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men eng xavfli xatolarni alohida sanab o'taman. Birinchi xato, hamma aytyapti degan mish-mishlarga ishonish. Agar kimdir endi barcha ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi bekor bo'ladi desa, darhol ishonmang. Qaysi qonun, qaysi qaror, qaysi to'lov turi haqida gap ketayotganini so'rang. Har bir pensiya holati individual bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatni yashirish. Masalan, yashash joyi o'zgargan, lekin bilishmasa bo'ldi deb yurish. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalarida ko'rinadi. Yashirish muammoni hal qilmaydi, aksincha kattalashtiradi. To'g'ri yo'l. O'zgarishni vaqtida xabar qilish. 3-xato, kartani begona odamga berish. Ba'zan qo'shni, tanish, hatto uzoq qarindosh men yechib beraman deydi. Bunday ishonch keyin katta zarar keltirishi mumkin. Karta va kod faqat pensionerning o'zida yoki qonuniy vakilida bo'lishi kerak. 4-xato, qaror yoki bildirishnomani o'qimaslik. Agar sizga pensiya bo'yicha xat, SMS, bank xabari yoki rasmiy bildirishnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Tushunmasangiz, farzandingizga, mahalla mas'uliga yoki mutaxassisga ko'rsating. Ko'p muammo aynan vaqtda javob berilmagani uchun paydo bo'ladi. 5-xato, firibgarlarga ishonish. Pensiyangizni oshirib beraman, cheklovni olib tashlayman, navbatsiz hal qilaman degan odamlarga pul bermang. Rasmiy to'lov bo'lsa, chek yoki kvitansiya bo'ladi. Norasmiy pul berish sizni ham muammoga qo'yishi mumkin. Xulosa qilib aytsam, yangi cheklovlar va tekshiruvlar hammaga bir xil xavf degani emas. Asosiy e'tibor hujjatlarining to'g'riligi, pensionerning shaxsan mavjudligi, to'lovning qonuniyligi, chet elda uzoq bo'lish, qo'shimcha ustamalar shartlari va bank kartasidan foydalanish tartibiga qaratilmoqda. Kim hujjatini tartibda saqlasa, o'zgarishlarni vaqtida bildirsa, kartasini nazorat qilsa va rasmiy yo'l bilan ish ko'rsa,
odatda jiddiy muammoga duch kelmaydi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Buguni hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya turini aniqlang. Kartangiz kimda ekanini nazorat qiling. Chet elga ketmoqchi bo'lsangiz oldindan maslahat oling. Nogironlik yoki ustama hujjatlarining muddatini yozib qo'ying. Agar pensiya to'xtasa, vahimaga tushmang. Yozma ariza bilan sababini so'rang va kerakli hujjatlarni topshiring. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Izohlarda yozing sizningcha. Bunday tekshiruvlar pensionerlarni himoya qiladimi yoki ortiqcha qiyinchilik tug'diradimi? Tajribangiz bo'lsa, boshqalarga foydasi tegishi uchun kommentariyada bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ustama va huquqiy imtiyozlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni men bilan birga kuzatib boring.